Alaykum do'stlar, bugun sizlarga o'zim qurgan kattakon binoni ko'rsatmoqchiman. Mana o'z ko'rishinglar mumkin. Birinchi bloklarni olamiz. Tilla blok, eng zo'ri tilla blok. Shuni olamiz. Olamiz ichiga ishga yopishimiz kerak, bo'lmasa hayvonchalarimiz ketadi. Bu leshnica tepaga chiqiladi bu orqali. Mana bu yoqdan manzarani tomosha qilish mumkin. Mana bu tomon parnikchamiz, bu tomonda pandalarimiz yashaydi, bu tomonda tovuqlar, bu tomon esa basseyn. Bu yerda men yashayman, o'z ko'rsaman o'zimni uyimni. Mana do'stlar, bu meni uyim, kutubxona. Ovqat qilaman, yotadigan joyim, soatcha, kolonkalar, sauna ham bor do'stlar. Uyimizga sauna ham qo'shdik. Izohlarda yozib ketinglar, yana qanaqa uy quraylik, kattami, kichikmi yozib ketinglar. Panda, qalaysan? Yaxshimisan? Mushuklarim ham bor. Chiqolmayotganlar. Endi basseynimizga kirib, mana bu yerdan sakraymiz. 1, 2, 3 qani ketdik. Mazza. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like va obuna bosib qo'yasizlar. Bu safar qanaqa uy quramiz, shuni ham izohlarda yozib ketinglar.